Xo'p aka, bizga nima muammo bilan murojaat qilganingiz o'zi? Bu yerda kelishimdan oldin farzandsizlik muammosi bilan kelib, kuchli shamollash ham bor edi menga. Hojatga kirib chiqqandan keyin siydik qolib ketadi, chala qolishlar bor edi menga. Shu bo'yicha kelib hozir doktorlar davolashyapti meni. Kelgan vaqt 4-kuni kelyapman, natija yaxshi. Natija bor. Kelishingizdan oldingi holat qanaqa edi va hozirgi holatingiz qanaqa? Hozir kelishimdan oldingi holat bilan hozirgi holat 50% ga farq qildi. 50% ga o'zgardi. Rezultat juda yaxshi. Qanaqa muolajalar qilindi? Qaysi faqat shu apparat bilan ishladingizmi yoki boshqa narsalar bilan? Yo'q, menga hozir 3 xil muolaja qilinyapti. Shu uchovi ham hammasi o'z o'rnida bor ekan, juda yaxshi natija bor. Shamollashlar ancha kamaydi, mana 4 kun, 5 kun ichida. Demak, jinsiy salomatlik bo'yicha muammosi borligi tavsiya qila olasizmi? Hammaga tavsiya qilaman. Juda yaxshi natija berar ekan hammasi apparatlar. Juda yaxshi. Hammaga kelishlarini tavsiya qilaman.